Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz 3 bo'lug'ning yuzini hisoblashni ko'rib chiqdik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda munosabatlik mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, birinchi savol nima debdi bu yerda? ABD eşkenar üçgen tushunami? Ya'ni bu yerdagi ABD teng taraflik 3 bo'lingan. Unda bo'lsa AD 8 bo'lsa, AB 8, bu yerdagi BD 8 degan gap tushunami? Nima debdi yana? CD ning uzunligi 4 qani. CD 4 tushunami? AD teng 8. Unda bo'lsa 3 bo'lim Unda o'zi 3 bo'lim ADC'ning yuzi teng necha bo'ldi deb tushunami? Qaraydigan bo'lsak 3 bo'lim ACD'ninki asosi bor ekan shundami? 4 deb turibdi. Unda o'zi A'dan o'tkazib bir egizlik tushirib olgan vaqtimizda, ya'ni bu yerdagi A'dan shunami? Qarshi tarafga bir tal egizlik tushirib olaylik. Mana egizlik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak bu teng taraflik 3 bo'lim shundami? Bu egizlik degan bu bo'limniki bo'lim o'ttirisi ham bunun o'ttirisi bukluk qolmay egizlik shunami 90 gradus albatta. Bu yerdagi bu nuqtani masalanga E deb olsak, unda BE ning uzunligi ED ga teng. Ya'ni bu yerdagi bu egizlik qarshi tarafning o'ttirisini ikki parcha qilib o'tadi shundami? Bu yer 4, bu yer 4 degan gap. Unda bo'lsa teng tarafli 3 bo'lim har bir bo'limga necha 60 gradus. Unda bu bo'lim qanday 30 gradus degan gap. Unda tik bo'limli 3 bo'limda shunami? 30 graduslik bo'limniki qarshi tarafi yan tarafning yarmiga teng mana 4 bo'lib ketdi. Unda bu yerdagi 60 graduslik bo'limniki qarshi tarafi necha bo'ldi? 4 yıldız asti 3 degan gap. Unda 3 bo'lim ACD deganning yuzi shunami? Asosiga, ya'ni 4 ga egizlikni ko'paytimiz. 4 yıldız asti 3 ni ko'paytdim. Buni 2 ga bo'lganga teng. Unda 8 yıldız asti 3 degan gap. Qani, javob shunami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir tik bo'lonli 3 bo'lim bor ekan shunami? Nima deb tanildi ekan? ABD degan bu bo'lim DBC ga teng. Qani, ya'ni bu bo'limga teng shunami? Unda BD degan ABC degan bu cho'ng bo'limning bo'lim o'ttirisi ekan. Nima debdi yana? Bununki ABD degan bu 3 bo'limning yuzi S1, BCD degan bu 3 bo'limning yuzi S2 shunami? S2 dan S1 ni elvasak 6 bo'ldi. Bu yerdagi AD ning uzunligi teng 4, unda CD ning uzunligi teng x. X teng necha deb so'rabdi. Unda bo'lsa biz oldingi soat darslarimizda so'zlab bo'lgan bir bo'limning shunami? Bo'lim o'ttirisining ustidagi bir nuqtadan bu bo'limninki ikki tarafigacha bo'lgan orliq birsi-birsiga teng deb. Unda bu tarafga bir orliq tushirgan vaqtimizda, ya'ni bu yana necha bo'ldi? 4 bo'ldi degan gap. Men bu nuqtani E deb olsam, ABD degan bu 3 bo'lim bilan EBD degan bu 3 bo'lim birsi-birsiga tamoman teng bo'lgan ikki tal 3 bo'lim. Unda bu yerda bu S1 bo'lsa, shunami? BDE degan bu 3 bo'limninki yuzimi S1 bo'ladi degan gap. Unda yana S2 dan S1 ni elvasak 6 bo'lsa, shunami? Demak, xulos qalam 3 bo'lim CED ninki yuzi teng 6 degan gap. Qaraydigan bo'lsak, ECD degan bu bir tik bo'limli 3 bo'lim shunami? Unda bu ikki tik tarafni ko'paytib 2 ga bo'lsam 6 chiqadi ekan degan gap. Unda ya'ni bu uzunlikni shunami? Masalanga A deb olsak, 4 ko'paytirilgan A bo'lingan 2 teng 6. Unda 4A teng necha? 12 shunami? Unda A teng 3 degan gap mana. Unda bu yer 4, bu yer 3 shunami? Tik bo'limli 3 bo'lim, ikki tik taraf 4, 3. Unda x teng avtomatlik hisoblayotdik shunami? X teng 5 degan gap. Qaysi? A javob mana. Keyingi savol qarab boqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir cho'ng 3 bo'lim bor ekan shunami? Andan keyin CED degan bu 3 bo'limniki yuzi 4 debdi. AEC ga teng shunami? AEC ga teng. Andan keyin 2 ko'paytirilgan BD ning uzunligi teng 3 ko'paytirilgan CD ning uzunligi deb tushunami? Ya'ni BD ning uzunligini 2 ko'paytganim, CD ning uzunligini 3 ga ko'paytganimga teng bo'lgan. Unda biz avtomatlik CD ning uzunligini masalan 2m deb olgan vaqtimda BD ning uzunligi necha bo'ladi? 3m. 3m ni 2 ga ko'paysam 6m shundami? Ya'ni CD ning uzunligi 2m ni 3 ga ko'paysam 6m. Birsi-birsiga teng bo'ldi mana. Nima deb so'rabdi bizdan? ABC degan bu 3 bo'limninki yuzini toping, shundami? Biz bu xil tipdagi savolni oldingi soat darsimizda ko'rgan edik shundami? Unda yana o'shadagi A bilan D ni shunday bir tutashtirgan vaqtimda shundami? Qarab boqadigan bo'lsak, AED degan bu 3 bo'lim bilan CED degan bu 3 bo'limniki egizligi o'xshash shundami? Asosi qanday? Birsi-birsiga teng. Unda AED ning yuzi bilan CED ning yuzi birsi-birsiga teng bo'ldi degan gap. Ya'ni bu yami 4 bo'ladi shundami? Navbatda bu yerdagi ABD va ACD bu ikki 3 bo'limga qaraydigan bo'lsak, shundami?
ABD'nin yüzünü məslənge S1 deb alsam, onda bolsa bu yerdeki S1'ni şunama, yani ACD degan bu 3 bloğunun yüzü neçe 8 ga bölüp etkinim. Əməliyyatda bu yerdeki 3M'ni nimege? Bu yerdeki 2M'ge bölüp etkinimge teng boludu. Yani biz aldığımız saat derslerimizde sözlep boğan şunama, egizdeki oxşaş boğan 2-3 bloğununki yüzünün nispeti şunama, bu yerdeki asasınınki uzunluğunun nispetiga teng deb. Onda olsa bu tenglimini iş bakaylı M qısqırap ketdi şunama, qayşılaştırıp köpeysek 2 S1 teng neçe 24. Onda olsa S1 teng neçe 12 degan gap. ABD'nin yüzü çıktı şunama, bu ya 12 buldu ekan. Onda 12 4 neçe toplam 20 bulup ketdi şundamı? Qaysı cevap? Cevap mana. Keyingi savol qarab baqaylı olsa, qaraydigan bolsaq ED BC'ga tik tushadi deb düşündüm. Bu ya 90 gradus. Anan ikinci AE bilen EC birisi teng, AE EC birisi teng şundamı? ED'nin uzunluğu teng 3, BC'nin uzunluğu teng 8. Onda olsa 3 bulun ABC'nin yüzü teng neçe depti. Nəhayət addi bir sual şundamı? Bu yerdeki A'dan ötkizip qarşı tarafga, yani bir egizlik düşürüğün vaxtımızda şunda bir egizlik düşürey aldı bilen, onda olsa bu yer degen 90 gradus şundamı? Qaraydigan bolsaq, tekşilikdeki bu BC degen bu sızıqqa şundamı 2 tal egizlik düşüptü. Onda olsa mesela bu noktani aldı bilen F deb alsam, AF degen bu sızıq bilen ED degen bu sızıq qanday buldu? Birisi paralel buldu şundamı? Onda olsa bu yerdeki CED degen bu 3 bulun bilen CAF degen bu 2-3 bulun oxşaş 3 bulun degen gap. Bu sualda bizge AE bilen EC birisi teng deb berip diken şundamı? Mesela bu uzunluğunu A deb alsam, bu yermi A buludu. Onda olsa CE'nin uzunluğunu bu yerdeki AC'ga bölgünüm şundamı? Yani A bölüngen 2A nimege teng buldu? Bu yerdeki 3'ne, mesela bu AF'nin uzunluğunu H deb alsaq, H'ga bölgünümge. Onda olsa A qısqırap ketdi. Bir qarapla H'ның 6 ekanligini chiqarib o'taymiz şundamı? Onda olsa ABC deganning yüzü şundamı? Asasıga egizlikni ko'paytib, egizlik 6, bunu 2 ga bölüp etgenge teng 24. Mana qaysi? D cevap. Keyingi savol qarab baqaylı onda olsa, qaraydigan bolsaq, bu yerda ABC deb bir 3 bulon bo'libdi shundami? 3 bulonning ichida bir chamber bor ekan. Ya'ni bu 3 tarafni AB, AC, BC degan bu 3 bulonning 3 tarafini qirib o'tib ketgan mushta bir chamber ekan shundami bu? Yana qaraydigan bolsaq, bu 3 bulonniki 3 tarafning uzunligini beribdi shundami? 5, 6, 7 deb. Nimani so'rabdi? Unda bo'lsa bu yerdagi radius teng necha deb so'rabdi. Yana bizga bir 3 bulonniki 3 tarafning uzunligini berib, yuzini hisoblang desa, bizniki bir alayli formula bor shundami? Bu yerga bir yozib o'taylik. 3 bulun A, B, C'ninki yüzü. Nimege teng buldu? Aldı bilen ben nəhayət muhim bolan bir nərsini yazıb olay. U deb bir nərsimiz batdı şundamı? U degen nimətdə? Aylanma uzunluğunun 20. Onda olsa 5 qoşulğan 6 qoşulğan 7-ni 2 ga bölgən vaxtımda U çıxatdı şundamı? Yani 5 ga 6-ni qo'sam 11, 7-ni qo'sam 18, 2 ga bölsəm 9. Onda bolsa formulanı bir yazıb deyil. Bu 3 bulun ABC'nin yüzü degen nimege teng buldu? Muşta yazgan vaxtımda şundamı? Aylanma uzunluğunun 20, U köpəytilgən. Aylanma uzunluğunun 20'den A'nı ele ötümüz, aylanma uzunluğunun 20'den B'ni ele ötümüz. Bununla yeni nimini köpəytitdik. Aylanma uzunluğunun 20'den C'ni ele etkinimge. Anandan keyin yıldız açımız şundamı? Onda olsa bu yerdeki 3 bulun ABC'nin yüzü nimege teng buldu? Yıldız astı şundamı? 9 köpəytilgən. 9'dan 5'ni elvetsem, 9'dan 6'ni elvetsem ço 3 şunama, 9'dan 7'ni elvetsem ço 2, 9 kere 4 36 şunama, köpəytilgən 6 yıldız açtım mana, onda olsa 6 yıldız astı 6 degen gap. Bizge bu xil tipdagi 3 bulonni bergan vaqtda yüzünü hesaplaydigan, yani ikinci bir formula batdı shundami? Aylanma uzunluğunun 20 U'ga bu yerdagi qanda radiusni ko'paytganimga teng. Unda bo'lsa, yani buningga asosan aylanma uzunluğunun 29 shundami? Ko'paytilgan radius teng 6 yıldız astı 6 mana 100'ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa ikki tarafni 9 ga bölib etsak shundami? 6 yıldız astı 6'ni 9 ga bölib etdim. Astı üstünü 3 ga qisqartgan vaqtimda 3'ten 2 yıldız astı 6. Şunamı? Qaysi cevap? Bu yerdeki başka kalem bilen size ötey. Mana C cevap.
Keyingi savol qarab baqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, ABC qanday eşkenar üçgen deb tushunamiz, teng tarafli uch bo'lon. Unda bo'lsa, bu yer 6, bu yer 6 degan gap mana. Ana ikkinchi AC teng 6 deb beribdi mana. Nimani so'rabdi bizdan? OC teng R teng necha shunami? Ya'ni ABC degan bu uch bo'lonningki ABC degan 3 nuqtadan mushta o'tgan. Qanday bu 3 bo'lon ABC ning tashqi chembarininki radiosi R ni tepang debdi. Unda bo'lsa, oldi bilan bu 3 bo'lonningki yuzini bir hisoblab chiqaylik, shundami? Qanday hisoblaydik? Bu bir teng tarafli 3 bo'lon. Unda bo'lsa A dan o'tkazib, masalan, shunda bir egizlik tushagan vaqtimda bu yana masalan D deb olsam bu nuqtani ushlama CD necha bo'ldi? Albatta 3 bo'ladi. Unda bo'lsa bu bo'lon degan necha 30 gradus shunami? Bu deydigan 60 gradus. Unda bo'lsa bu yerdagi AD ning uzunligi, ya'ni bu egizlik necha bo'ldi? 3 yıldız astı 3 bo'ladi. Unda bo'lsa ABC degan bu 3 bo'lonningki yuzi 6 asosiy ko'paytirilgan egizlik shunami? 3 yıldız astı 3 bo'lingan 2. Unda bo'lsa 9 yıldız astı 3 bo'lib ketdi mana. Bu xil tipdagi savollarda biz 3 bo'lon ABC ning yuzini yana boshqa bir usul bilan hisoblay oldik, shundami? Qanday hisoblaydik? Bu yerdagi 3 tarafning uzunligini ko'paytganim, ya'ni ABC deb bir formula botdi. Unda bo'lsa, masalan, bu yerga bir yozibdi, oldi bilan ABC. Buni nimaga bo'latdik? Bu 3 bo'lonningki tashqi chembarning radiosini 4 ga ko'paytirib bo'lib o'tdik, shundami? Ya'ni 4 R ga bo'lib o'tdik. Unda bo'lsa, bu formulaga asosan 6 6 6 shundami? 6 ko'paytirilgan 6 bo'lingan 4 R nimaga teng bo'ldi? 3 bo'lon ABC ning yuzi mana mushunga teng bo'ldi degan gap 9 yıldız astı 3 shundami? Undaqda buni bir hisoblab o'taylik, shundami? 6 kere 6 necha? 36. 36 ni 4 ga bo'lsam necha? 9 qoldi. 9 bilan bu yerdagi 9 yo'qolib ketdi. Unda bo'lsa 6 bo'lingan R teng necha? Yıldız astı 3 degan gap. Unda bo'lsa R teng necha bo'ldi? 6 bo'lingan yıldız astı 3 shundami? Astı ustiga yıldız astı 3 ni ko'paytgan vaqtimda 3 6 yıldız astı 3. Unda bo'lsa javob teng necha bo'ldi? Cevap teng shundami? 6 ni 3 ga bo'lsam 2 yıldız astı 3 degan gap mana. Qaysi javob bunda bo'lsa? D javob shundami? Keyingi savol qarab baqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb mushta bir cho'ng 3 bo'lon bor ekan, shundami? DE bilan BC o'zaro parallel debdi. Bu ikki siziq o'zaro parallel ekan. Unda bo'lsa bir qarabla BCED degan bu bir trapeziya shundami? Ananiki nima debdi yana? AD ning uzunligi BD ning uzunligini 2 ga ko'paytganga teng debdi. Unda bo'lsa bu yerdagi BD ning uzunligini masalan A degan vaqtimizda bu yerdagi AD ning uzunligi 2A bo'ladi degan gap shundami? Nimani so'rabdi bizdan? 3 bo'lon ADE ning yuzi teng necha bo'ldi deb so'rabdi, shundami? Ya'ni ustidagi bu kichik 3 bo'lonning yuzini hisoblaydi ekanmiz. Unda bo'lsa bir qarab baqaylik, qanday ishlaymiz bu savolni. Men bu yerdagi D degan nuqtadan shundami? Pastga bir egizlik tushirib olay, bir ko'rib baqaylik. Masalan, buni H1 desak shundami? Unda bo'lsa masalan A dan yana bir tal egizlik tushiramiz. Mushta bir tal egizlik tushiraymiz. Masalan, bu egizlikni H2 deb olaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu ikki egizlik birsi-birsiga parallel shundami? Ya'ni bu yerdagi men bu nuqtani I desam, bu nuqtani F desam shundami? Bu yerda I bor ekan, buni G deb olaylik. Unda bo'lsa DG bilan AF o'zaro parallel. Unda bo'lsa BDG degan bu 3 bo'lon bilan BAF degan bu 3 bo'lon o'xshash 3 bo'lon degan gap. Bu yer A, bu yer necha 2A bo'lsa, BD ne shundami? BA ga bo'lib o'tganim qanday bo'ldi? A bo'lingan 3A 3dan 1 bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerdagi H2 degan amaliyotda bu yerdagi H1 ning necha 3'si degan gap. Ya'ni H2 teng H1, ya'ni H1 ko'paytirilgan 3. Unda bo'lsa men bir savol so'rab qo'yay. Yana qaraydigan bo'lsak, BCE degan bu 3 bo'lonning egizligi H1 shundami? Unda bo'lsa masalan bu asosni H1 ga ko'paytib 2 ga bo'lsam, bu 3 bo'lon BCE ning yuzi 10 bo'lgan bo'lsa, unda bo'lsa ABC ning yuzi degan albatta necha bo'ldi? 30 bo'ldi degan gap. Ya'ni cho'ng 3 bo'lon ABC ning yuzi teng 30. Unda bo'lsa bu yerdagi 10 ni chiqarib o'tgan vaqtimizda AEB degan bu 3 bo'lonningki yuzi ne chiqib qoldi usti? Bu yer shundami? Qaytadan bir siz olaylik. ABE degan bu 3 bo'lonning yuzi 20 degan gap mana.
Yana qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu yerdagi BDE degan bu 3 bo'lon bilan ADE degan bu 3 bo'lonniki egizligi o'xshash, shundami? Asosi bu yer 2A, bu yer A ekan. Unda bo'lsa bu 20, shundami? ABE ning yuzi. Bu yerdagi 20 ning 3 dan 2si nimaga teng bo'ldi? ADE degan bu 3 bo'lonning yuziga teng bo'ldi. Unda bo'lsa javobdan necha? 3 dan 40, shundami? Qaysi javob? Javob degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABD deb bir tik bo'lonliq 3 bo'lon bor ekan, shundami? Bu yerda bir tik bo'lonliq 3 bo'lon bor ekan, 9, 12 debdi. Unda bo'lsa bu yerni bir hisoblab o'taylik. BE ning uzunligi necha bo'ladi? 15, shundami? BE bilan AD birisi-birisiga teng debdi. Unda bo'lsa bu egizlikkan, shundami bu? Bu yermi necha bo'ldi? 15 bo'ldi. Nima so'rabdi bizdan? ABE degan bu yoq qo'ygan bu 3 bo'lonning yuzi necha bo'ldi deb so'rabdi. Unda bo'lsa asosi 15, egizligi 15, shundami? 15 ko'paytirilgan 15 bo'lingan 2. Javobdan 2 dan 225. Shundami? Qani, A javob degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? ABC deb bir 3 bo'lon beribdi, shundami? G degan bu 3 bo'lonniki eg'irlik markazi ekan. Eg'irlik markazini biz oldingi soat darslarimizda so'zlab bo'ldik, shundami? Yana bir 3 bo'lonniki 3 tal yon o'ttirisining o'zaro kesishi orqali bu yerda bir nuqta hosil bo'ldi. Bu nuqtani biz eg'irlik nuqta deb ataydik. Unda bo'lsa qanday alayliklar bor? Bu eg'irlik nuqtasi bilan, shundami? 3 bo'lonniki 3 tal nuqtasini shunda tutashtirgan vaqtimizda, masalan bu yerda A, G ni tutashtirib qo'yapti, shundami? Yana bir buyutay. Anan ikkinchi va masalan BG. Unda biz qaraydigan bo'lsak, masalan ABG degan bu 3 bo'lonning yuzi S bo'lsa, AGS degan bu 3 bo'lonning yuzi mu S bo'ladi. BGS degan bu 3 bo'lonning yuzi mu S bo'ladi degan gap. Nima deb beribdi bizga yana? BD ni 3 ga ko'paysam CD ning uzunligiga teng bo'ladi, shundami? BD ni 3 ga ko'paysam CD ning uzunligiga teng bo'lar ekan. Unda bo'lsa BD ning uzunligini A deb olsak, bu yerdagi CD ning uzunligi 3A degan gap, shundami? Unda o'z qaraydigan bo'lsak, BDG degan bu 3 bo'lon bilan CDG degan bu 3 bo'lonniki egizlikka qanday o'xshash. Asosi bu yer A, bu yer 3A ekan. Unda o'zi buning yuzi 4 bo'lsa, buning yuzi ko'p ko'rib ketdik, shundami? 4 ni 3 ga ko'paytganimga teng, yana necha bo'ldi? 12 bo'ladi. Undaq bo'lsa, bu yerdagi BGS degan bu 3 bo'lonniki yuzi necha bo'ldi? 4 qo'shilgan 12 teng 16 degan gap. Unda bo'lsa AGS ning yuzi mi 16 bo'ldi, shundami? Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yoq qo'ygan 3 bo'lon AGE degan AGS ning yarmi, ya'ni 16 ni 2 ga bo'lgan vaqtida javob chiqdi degan gap. Qaysi? D javob mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, ABC deb bir 3 bo'lon beribdi, shundami? Bu yerdagi D degan nuqta qanday ekan? İşte çemberning markazi debdi. Ya'ni bu shu 3 bo'lon ABC ning 3 tal tarafi, shunda qirib o'tib ketgan bir çemberning markazi ekan, shundami? Unda bo'lsa, bu markazning, ya'ni bu nuqtaning qanday alayiligi va bu yerdagi BD, CD ni tutashtirib qo'yapti, shundami? AD ni men tutashtirib olay. Ya'ni bu 3 siziq amaliyotda bo'lon o'ttirisi bo'ldi, shundami? Ya'ni bu bo'longa teng, bu bo'longa teng ve bu bo'longa teng degan gap. Ya'ni bir 3 bo'lonniki 3 tal bo'lon o'ttirisining kesishgan nuqtasida bu yerdagi ishta çember, ya'ni ichini qirib o'tib ketgan bu çemberningki markazi hosil bo'ldi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu yer 120 gradus deb beribdi ekan. Unda bo'lsa bu bo'lonni qo'shib olsam necha bo'ladi? 60 gradus bo'ladi. Masalan, bu bo'lonni alfa desak, bu yer alfa, shundami? Bu bo'lonni beta desak, bu yer beta degan gap. Unda bo'lsa 2 alfa qo'shilgan 2 beta teng necha? 60 gradus ekan. Unda bo'lsa alfa qo'shilgan beta teng necha? 30 gradus degan gap. Alfaga, ya'ni bu bo'lonni qo'shsam 30 gradus bo'lsa, unda esa bir so'rab boqay. Bu bo'lon necha bo'ldi? 150 gradus. Shundami? 180 dan 30 ni chiqarib etdim. Navbatda qaraydigan bo'lsak, nimani so'rabdi bizdan? 3 bo'lon BDC ningki yuzi teng necha bo'ldi deb tushunami? Ya'ni bu 3 bo'lonningki tegidagi bu 3 bo'lonning yuzini hisoblaydi ekanmiz. Unda o'zi bizniki alayda bir formula bor deb tushunami? Bu yerga bo'lonni topib oldik. Ya'ni bu 3 bo'lon BDC ning yuzi nimaga teng bo'ldi? Bu ikki tarafni ko'paytimiz, shundami? 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan sin alfa deb ko'rgan edik. Unda o'zi sin 150 gradus buni 2 ga bo'lib o'tganga teng. Unda bo'lsa 4 ga 6 ni ko'paysam, shundami? 24 2 ga bo'lsam 12, bu
Buni yeni ko'paytimiz sin 150 gradus degan 2'den 1. Unda o'z javobdan necha? 6 degan gap mana. Qaysi? A javob. Keyingi savol qarab baqaylik unda bo'lsa. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir tik bulanliq uch bulan bo'lgan ama bu yerda 90 gradus debdi. Nima debdi andan keyin G degan eg'irlik markazi, andan keyinchi BEAC ga tik tushadi ama 90 gradus. ABEC tan 6 ama yani bu ya 6, bu ya 6, bu ya 2. Andan keyinchi EGC'ninki yüzünü tepang. Yani bu yap qo'ygan bu uch bulanninki yüzünü so'rab turishdi ama bizdan. Unda bo'lsa eg'irlik markazi yana chiqdi ama unda bo'lsa buni shunday bir tutashtirgan vaqtimizda masalan bu yerdagi BG'ni shunday bir tutashtirib o'taylik ama biz bu yerda so'zlab bo'ldik. Yana bir takror qilib o'taylik. Bu yerdagi AGB degan bu uch bulanning yuzi S bo'lsa, AGC degan bu uch bulanning yuzi S bo'ladi. BGC degan bu uch bulanning yuzi S bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa uch bulan ABC degan bu cho'ng uch bulanning yuzini qanday hisoblaymiz? Tik bulanliq uch bulan ekanmi? Ikki tik tarafni ko'paytirib 2 ga bo'lib o'tamiz. 6 kere 8 48 2 bölsem 24. Unda bo'lsa bu 24 ni 3 parcha qilib o'tgan vaqtimda bu yerdagi S, ya'ni A, C, G degan bu uch bulanning yuzi 24 ni 3 ga bo'lib o'tdim. Shunama necha bo'lib ketdi? 8 bo'lib ketdi degan gap. Qaraydigan bo'lsak, ACG degan bu uch bulan shunama AEG va CEG deb ikki kichik uch bulandan tarkib topadi ekan. Ya'ni bu ikki uch bulanninki AGE bilan CEG ninki bu yerdagi egizlik qanday bo'ldi? O'xshash bo'ldi. Asosiy bu ya 6, bu ya 2 ekan shunama. Unda bo'lsa bularning yuzini qanday hisoblaymiz? Bu 8, ya'ni ACG degan bu uch bulanning yuzi 8ninki 8dan 6si. Yani bu ya 6 bo'lg'ashqa shundami? Bu yerdagi CEG degan uch bulanning yuziga teng bo'ladi. Unda bo'lsa qisqarib ketdi. Shundami? Javobdan necha? 6 degan gap mana. Qaysi? C javob. Keyingi savol qarab baqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak ABC deb cho'ng bir uch bulan bo'lgan shundami? DE bilan FG parallel, buning bilan BC parallel debdi. Andan keyin 2AD teng 6FD teng 3FB debdi. Nima degan gap? AD'ni 2 ga ko'paysam 6ni FD'ni uzunligiga ko'paytganga teng ekan. Unda bo'lsa, masalan biz bu yerdagi FD'ni uzunligini A deb olaylik, shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi FB'ni uzunligi 2A degan gap shundami? Bu yerdagi yana 2AD ga teng bo'lgan. 6A 2AD. Unda bo'lsa AD'ni uzunligi degan 3A degan gap. Yana nima deb beribdi bizga? DEGF degan bu to'rt taraflikning yuzi teng 7. Unda bo'lsa 3 bilan ADEning yuziga qanday to'rt taraflik FGCBning yuzini qo'shib olsak necha bo'ldi deb so'rab turishndimi? Bu savolni biz ikki xil usul bilan ishlab boqaylik. Unda bo'lsa birinchi xil usul. Yana qanday bo'ldi? Bu yerdagi o'xshash uch bulanga qarab olamiz shundami? Yana bu yerdagi DE bilan bu yerdagi FG parallel bo'lganlikdan qanday bo'ldi? ADE bilan AF G degan bu ikki uch bulan o'xshash uch bulan. Unda bo'lsa bu yaniki yuzini S deb olsam shundami? Yana S ni ustidagi uch bulanning yuzini shundami? Bu yerdagi AFG degan bu cho'ng uch bulanning yuziga bo'lib o'tganim. Yana S qo'shilgan 7 ga bo'lib o'tganim. Bu yerdagi 3A ni shundami? Bu yerdagi 3A qo'shilgan A, ya'ni AF ning uzunligi 4A ga bo'lib o'tganimning kvadrati. Unda bo'lsa yana S bölüngen S qo'shilgan 7 teng A yo'qolib ketdi shundami? 16 dan 9. Unda bo'lsa 16S teng 9S qo'shilgan 63. Unda bo'lsa 7S teng 63 shundami? Unda bo'lsa S teng 9 degan gap. Ya'ni bu uch bulanning yuzi necha bo'ldi? 9 bo'lib ketdi. O'xshash shaklda bu yerdagi FBCG degan bu to'rt taraflikniki yuzini chiqarib boqaylik unda bo'lsa, masalan men buning yuzini M deb olsam shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi FG bilan BC parallel bo'lganlikdan AFG degan bu uch bulan bilan ABC degan bu uch bulan qanday o'xshash uch bulan bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerdagi S degan 9 nima? 9 qo'shilgan 7 degan necha? 16. Ustidagi AFG degan uch bulanning yuzi 16 ne shunami? 16 qo'shilgan M ga bo'lib o'tganim bu yerdagi necha? 3A qo'shilgan A shunami? 4A, ya'ni AF ning uzunligi 4A ni bu yerdagi 4A qo'shilgan 2A 6A ga bo'lib o'tganimning kvadrati. Undaqda buni bir yechib boqaylik shundami? 16 bo'lingan necha? 16 qo'shilgan M. Bu yerdagi A yo'qolib ketdi. 6 dan 4 degan 3 ta 2 kvadrat necha? 9 dan 4 bo'ladi degan gap. Qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimizda 16 ga 9 ni ko'paysam 144 shundami? Bu teng necha? 4 ko'paytirilgan 16.
64 qo'shilgan necha 4 mi. Unda bo'lsa 144 ni 64 ni elbetsem 80 qo'shilgan 4 mi. 80 tang 4 mi shunami. Unda bo'lsa bu yerdagi mi tang necha 20 degan gap mana. Undaq bo'lsa javob chiqib bo'ldi shunami. Ya'ni 3 bo'lingninki 109, bu yerdagi 4 taraflikning 20. Unda bo'lsa yig'indisi necha 29 degan gap javob mana. Undaqda biz bu savolni ikkinchi xil usul bilan ishlab boqaylik. Nihoyat oddiy chiqarib olaymiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yani 7 deb berib turishmi? Bu uzunlik necha ekan? 3a bu ya a degan tuqaydan. Unda bo'lsa bu ya 3a bo'lgandan keyin men bu yerdagi a d e degan bu 3 bo'lingni 3 parcha qilib o'tdim. Shundami? Bu yana masalan mushta 3 parcha qilib o'tdim mana. Bu ya a, bu ya a, bu ya a bo'lib ketdi shundami? Bu ya 7 bo'lsa biz oldingi soat ko'rgan. Bu yerdagi üstünün yüzü işlemi bu yer 5 buludu. Onun üstü qanda 3 buludu. Onun üstü 1 buludu deb ko'rgan edik. Undaqda bu yerdagi A, D, E'ninki yüzü chiqib bo'ldi shundami? 1 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 necha 9 degan gap. Navbatda qanday qilamiz? Ostidagi B, C, G, F degan bu 4 taraflikni shunda parallel chiziqdan birini chizib 2 parcha qilib o'tamiz. Ya'ni bu uzunluq A, bu uzunluq A bo'ladi. Bu yer 7 bo'lsa, bu yer degancha 9 asti 11 bo'lib ketdi. 9 ga 11 ni qo'shsam necha 20 degan gap. Unda bo'lsa bu yerdagi 9 bilan bu yerdagi 20 ni qo'shsam yana qanday bo'ldi? 29 bo'ldi degan gap mana. Keyingi savolimiz qarab boqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bo'lonliq 3 bo'lon bor ekan shunami? A, D, E deb nima debdi bu yerda? ED degan AB'ga tik tushidi, ya'ni bu yer degan 90 gradus shunami? AE bilan EC birisi-birisiga teng 6 yıldız asti 2. Bu yer degan 45 gradus ekan. Bu yer 90 gradus, bu yer 45 gradus. Unda bo'lsa bu necha 45 gradus, ya'ni AD'ning uzunluğu bilan DE'ning uzunluğu birisi-birisiga teng. Yani A, D, E degan tik bo'lonliq va tang yonliq 3 bo'lon ekan. Unda bo'lsa bu yerdagi DE'ning uzunluğu 6, AD'ning uzunluğu 6 degan gap mana. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi BD'ning uzunluğu tang 8 deb berib turishmi? Bu yer 45 gradus ko'rib bo'ldik. Unda bo'lsa DECB qani bu yap qo'ygan bu 4 taraflikninki qanday 100 tang necha bo'ldi deb so'rabdi. Undaqda qanday ishlaymiz bu savolni? Qaraydigan bo'lsak, shunami? Oldi bilan men bu yerdagi BE ni shunda bir tutashtirib olay shunami? Mana tutashtirib etdim. Unda bo'lsa bu yer 6, bu yer 8, bu yer 90 gradus shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi BE ning uzunluğu bu yer necha bo'ldi? Albatta 10 bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa biz navbatda nihoyat muhim bir narsani ko'ramiz. Yana qaraydigan bo'lsak, bu bo'lon. Men bu bo'lonni seta deb olay, shundami? Unda bo'lsa 3 bo'lon A, B, E ning yüzü nimaga teng bo'ldi? 6 yıldız asti 2 ko'paytirilgan shundami? Bu yerdagi 10 ko'paytirilgan sin necha seta bo'lingan 2 shundami? Navbatda biz astidagi B, E, C degan bu 3 bo'longa qarab boqaylik. Men bu yerdagi bu bo'lonni, ya'ni bu qilib qolgan bu bo'lonni shundami? Beta deb olay. Unda bo'lsa astidagi B, E, C degan bu 3 bo'lonning yüzü nimaga teng bo'ldi? C, E ning uzunluğu shundami? 6 yıldız asti 2 ko'paytirilgan BE'nin uzunluğu 10 ko'paytirilgan bu yerdagi sin beta bölüngen 2. Növbetde biz nihoyat muhim bir narsa ko'ramiz yana. Bu yerdagi sin seta bilan sin qanda betaning munosabati shundami? Unda bo'lsa setaga betani qo'shsam necha 180 gradus. Unda bo'lsa sin seta bilan sin beta birisi-birisiga teng degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, bu 2 yüzü shunami? Ya'ni 3 bo'lon A, E, B ning yüzü bilan 3 bo'lon B, E, C ning yüzü birisi-birisiga teng degan gap. Unda bo'lsa, ya'ni 3 bo'lonniki A, D, E ning yüzü 6 ko'paytirilgan 6 bo'lingan 2 necha 18 shunami? Astidagi D, E, B ning yüzü 6 ko'paytirilgan 8 bo'lingan 2 24 shunami? Unda bo'lsa A, B, E ning yüzü 18 qo'shilgan 24 necha 42 degan gap. Unda bo'lsa bu yerdagi B, E, C degan 3 bo'lonning yüzü 42 bo'ladi. Bu 42 ga shunami? Bu yerdagi 24 ni qo'shib etgan vaqtimda 42 degan nimaning yüzü? B, E, C degan 3 bo'lonning yüzü qo'shilgan 24 degancha B, D, E degan 3 bo'lonning yüzü shunami? Bu 2-3 bo'lonningki yüzüning yig'indisi bu 4 taraflikning yüzüga teng bo'ladi. Javobdan necha? 66 degan gap mana. A javob. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, ABC deb bir 3 bo'lon bo'lib turishmi? Tik bo'lonliq 3 bo'lon ekan 90 gradus. BD bilan DE birisi-birisiga teng
bu yamu tik tushibdi shunama bu 6:45 gradus debdi. Unda bo'lsa biz nimani so'rabdi? Bu yap qo'ygan 3 bulon D, E, C ning yuzi teng necha bo'ldi deb so'rabdi. Unda bo'lsa biz tik bulonliq 3 bulonni so'zlagan vaqtda nihoyat muhim bir narsani so'zlab o'tib ketgan, balkim unutib qolgan bo'lishi mumkin. Qaytadan bir takror qilib o'taylik. Unda bo'lsa men bu yerga bir tik bulonliq 3 bulon so'zay oldi bilan. Mana biz bu tik bulonliq 3 bulonni shunama bu bulonni A deb olaylik, bu yer B bo'lsin, bu yer C bo'lsin. Tik bulonliq 3 bulon 90 gradus. Unda bo'lsa men bu yerdagi 90 graduslik degan bu bulonda shunama pastga bir egizlik tushadim. Mana. Unda bo'lsa bu egizlik bu yerdagi BC ni ikki parcha qilib o'tdi shunama BD ning uzunligini A deyli, CD ning uzunligini B deyli. Bu yerdagi egizlik nim bo'lsin, H bo'lsin. Unda bo'lsa tik bulonliq 3 bulonda nihoyat muhim bir formula botdi. Yana bu yerdagi H ning kvadrati A ko'paytirilgan B deb. Navbatda biz bu formulani bu yerda ishlatamiz. Unda biz qaraydigan bo'lsak, tik bulonliq 3 bulonda shunama pastga 90 graduslik tik bir egizlik tushibdimi? Albatta tushibdi. Unda bo'lsa bu yerdagi bu uzunlikni A deb olay, bu yerdagi bu uzunlikni B deb olay. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi A ga B ni ko'paytganim shunama 6 ning kvadrati. Ya'ni A ko'paytirilgan B teng 36 degan gap. Unda bo'lsa bu ya A bo'lsa, bu ya mu A bo'ladi shunama birisi birisiga teng deb turibdi mana. Unda bo'lsa bu ya mu A degan gap. Undaq bo'lsa bu 3 bulon D, E, C ning yuzini qanday hisoblaymiz? Bu bulonni qurshab turgan, ya'ni bu bulonni hosil qilgan ikki tarafning uzunligini shunama, ya'ni A ko'paytirilgan B, unda bo'lsa ko'paytirilgan sin. Bu bulonning qiymati shunama sin 45 gradus. Anandan keyin buni yana 2 ga bo'lib o'tamiz degan gap. Undaq bo'lsa A ni B ga ko'paysak necha? 36 shunama ko'paytirilgan sin 45 degan 2 yildiz osti 2. Buni yana 2 ga bo'lib o'tamiz. Unda bo'lsa 36 ni 2 ga bo'lsak necha? 18 yildiz osti 2 shunama. Unda bo'lsa qayta bir yozay. Ya'ni 18 usti shunama yildiz osti 2 bo'lib ketdi. Buni yana 2 ga bo'lib o'tgan vaqtimda 9 yildiz osti 2. Mana qaysi D javob degan gap. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak mashqlarimiz oxirlashib turishindami? Bugungi darsimiz 3 bulonning yuziga munosabatli bo'lgan mashqlar shu yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.